Salom aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda biz auditoriyaning talablariga mos taqdimot yaratish, slaydlarni yaratish uchun dastur uskunalaridan foydalanish, taqdimotning maxsus qismlarini boshqarish, auditoriyaga mos taqdimot yaratishda dastur imkoniyatlaridan foydalanish, matnni yaxshilash, slaydlarga mos tasvirlar joylash tushunchalarini o'rganamiz. Hozirda auditoriya talablari turli va ularga javob berish uchun taqdimotlarda xilma-xil obyektlarni qo'llashga to'g'ri keladi. Misol uchun, fotosuratchini oling. U taqdimot dasturidagi sozlama va uskunalardan foydalanib, o'z suratlarini ko'rsatadi. Ularning mazmunini matn ko'rinishida aks ettiradi. Masalan, fotosuratchi suratlarni taqdimot slaydlariga o'tkazishdan oldin grafik dasturda ishlov berishi, tahrirlash uchun tayyor shablonlardan foydalanish imkoniga ega. Shu bilan birga, taqdimot uskunalari tasvirlarni har bir slaydga turli maketlarda joylaydi. Ijodkorona stilda buradi, o'giradi, o'lchamini o'zgartiradi va hoshiya joylaydi. Agar fotosuratchi faqat suratlarni ko'rsatishni istasa, taqdimotga fotoalbom yoki fotogalereya qo'shsa bo'ladi. Shu kabi u boshqa multimedia elementlari, masalan, audio, animatsiya yoki videolarni boshqa dasturlarda tahrir qilib, keyin slaydlarga ko'chiradi. Onlayn taqdimot paketlari taqdimot qismlarini bir nechta muallif guruh bo'lib hamkorlikda ishlab chiqishga sharoit yaratadi. Guruhdagi har bir kishi istagan vaqtida taqdimotni ochishi, ko'zdan kechirishi, ma'lumot qo'shish va tahrirlashi mumkin. Taqdimotning maxsus qismlarini boshqarish. Master slide shablonlari kolon titullari maketni belgilashda qo'l keladi. Yuqori kolon titul uchun quyi kolon titulga qaraganda kattaroq shrift o'lchami qo'llanadi. O'q belgilar taqdimotning muhim qismi bo'lib, ma'ruzachiga nutqni eslatib turadi. Slaydga uzun gaplar yoki yirik matn bloklari joylanmaydi. Auditoriya slayddagi har bir so'zni o'qishga harakat qiladi. Natijada ma'ruzachini eshitmaydi. Taqdimotning muhim slaydlardan iborat Note page sahifa ko'rinishidagi qog'oz nusxasini auditoriyaga taqdim eting. Buning uchun View menyusiga o'tib, Notes page ko'rinishini yaratishingiz mumkin. O'q belgilarining izohi Notes page ko'rinishida beriladi. Ayrim holatlarda auditoriya ma'ruzachi so'zlayotgan ma'lumotlarni qayd qilishni istaydi. Shuning uchun taqdimot maketi printerdan chiqariladi. Bu tinglovchiga har bir slayd yoniga o'z izohlarini yozish imkonini yaratadi. Ba'zan tinglovchilar taqdimotga oid shaxsiy fikrlarni yozib borishni xohlaydi. Buni ta'minlash uchun File menyusidan Print Bureau tanlanadi. Print What qatoridan Handouts tanlovi belgilanadi va print tugmasi bosiladi. Auditoriya talablariga mos taqdimot yaratishda dastur imkoniyatlaridan foydalanish. Barcha taqdimot bilan ishlash dasturlarida turli maqsadlarga mos slayd maketlaridan iborat to'plam bor. Birinchi slayd odatda asosiy sarlavha yordamida to'liq taqdimotning maqsadini ko'rsatishga xizmat qiladi. Unda ma'ruza mavzusi, ma'ruzachining ismi keltiriladi. Comparison yoki to content kabi maketlar ikki elementlarni taqqoslashda qo'l keladi. Bir maketdan aytilganidek turli maqsadlar uchun foydalansa bo'ladi. Agar hech qaysi taqdimot maketlari talabga javob bermasa, View menyusidagi placeholderlardan foydalanib, o'z maketingizni yarating. Bunda turli variantlardan, masalan, matn, tasvir, multimedia va boshqalardan foydalanib ko'ring. Matnni yaxshilash. Bu formatlashni ifodalaydigan boshqa so'z. Taqdimot matnining shrift turi, o'lchami va rangini tanlashdan tashqari, WordArt buyrug'i yordamida ham takomillashtiriladi. Rotate va Flip buyruqlari matnni turli burchaklarda burishga xizmat qiladi. Transform buyrug'i matndan muayyan shakl yaratishga yordam beradi. Bunda matn tasvir kabi turli qo'shimcha xossalarga ega bo'ladi. Faqat taqdimot dasturidagi buyruqlar bilan cheklanib qolinmaydi. Boshqa taqdimot dasturlarida ham shunga o'xshash uskuna va buyruqlar bor. Auditoriya talabiga binoan shakl, o'lcham va ranglardan foydalanib, matn yaratilgandan keyin uni boshqa dasturlardan taqdimotga import qilish mumkin. Shunday bo'lsa-da, har bir dastur matn yoki tasvir faylini turli formatda saqlaydi va ularning ayrimlarini import qilish imkonsiz. Bunday holatda matn yoki tasvirni taqdimot dasturi tushunadigan formatga moslash uchun fayl formati konverteridan foydalaniladi. Internetda bir necha xil bepul fayl konverterlarini topish mumkin. Slaydlarga mos tasvirlar joylashtirish. Taqdimot slaydlariga harakatsiz tasvir, video lavhalar va animatsion suratlarni joylasa bo'ladi. Harakatsiz tasvirga clip art, logotiplar,
chizilgan rasm, eskiz va fotosuratlar kiradi. Word art shaklidagi matnlar ham surat sifatida qabul qilinadi. Clip art eng keng tarqalgan mavzulardagi kichik suratlarni taqdim qiladi. Ularni tegishli kalit so'zlar yordamida topasiz. Clip art hajmini boshqa suratlarni o'zgartirgandek o'zgartirsa bo'ladi. Logotiplarni internetdan topib va taqdimotga import qilishdan avval kompyuterdagi tegishli papka ichiga saqlab olinadi. Video lavhalar qisqa video fayllar bo'lib, ularni taqdimotga turlicha import qila olasiz. Kompyuter xotirasidagi fayldan, boshqa veb-saytdan yoki Clipart video zaxirasidan. Kompyuteringizda saqlangan videolarni tanlaydigan bo'lsangiz, uni bevosita taqdimotingizga joylashingiz hamda taqdimotni slayd rejimida tomosha qilganingizda play tugmasini bosib, video lavhalarini ko'rishingiz mumkin. Sozlamalar yordamida video hajmini slaydingizga mos qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Slaydlardagi videolarga hoshiya, shakl, effektlar qo'shish uchun maxsus formatlash sozlamalari mavjud. Animatsion tasvirlar taqdimotingizni qiziqarli ko'rsatadi. Ularni maxsus dasturiy ta'minot yordamida o'zingiz yaratishingiz yoki internet, Clipart tasvirlardan import qilishingiz mumkin. Ular turli fayl formatlarida saqlanib, eng ommalashgani GIF fayl formati hisoblanadi. Boshqa animatsion tasvirlar uchun .ani, .png, .eva, .fla, .flc, .fli, .gif, .mng, .sfw, .webp kabi formatlardan foydalanishingiz mumkin. Slaydga ovozli ma'lumot joylashtirish. Ovozli ma'lumot taqdimotga joylanishidan avval diqqat bilan o'rganiladi. Ma'ruza fonidagi yoki slaydlarning o'sish effektiga hamroh tovushlar tomoshabinlarni chalg'itmasligi kerak. Masalan, har bir o'q belgidan keyin qo'ng'iroq tovushini qayta-qayta eshitish odamning asabiga tegadi. Agar maqsadli auditoriya o'quvchilardan iborat bo'lib, maqsad ularni e'tiborini keyingi bandga tortish bo'lsa, u holda tovushdan foydalaniladi. Ammo slaydlarda tez-tez audiodan foydalanish har doim ham maqsadga muvofiq bo'lavermaydi. Aziz o'quvchilar, darsda o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang. Keyingi darsimizda taqdimot namoyishini sozlash uchun dastur uskunalardan foydalanish, taqdimotga elektron jadvallardan diagrammalarni import qilish, slayd o'tish effektlarini o'zaro moslashtirish kabi tushunchalarni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.